Erim menga pul bermaydi. O'zi ham yaxshi pul ishlab topmaydi. Sovg'alar haqidagi gapirmasa ham bo'ladi. Erimdan gul olganimni qachon eslolmayman. O'zi yashagim kelmayapti, siqilib, to'yib ketganman. Yana yaqinda erimni o'ynashi borligini bilib qoldim. Hamma narsasini qilsam, uyini yig'ishtirsam, bolalariga qarasam, kiyimlarini to'g'irlasam, ovqatini qilsam, yana u yoqtirgan ovqatlarini. Nimam kam? Nimaga meni qadrimni bilmaydi? Xuddi shunaqa savollar bilan menga murojaat qiladigan klientlar juda ko'p. Yoki hozir juda ham dolzarb rivojlangan ikkinchi xotin temasi yoki ko'chada sevgili. Uyda esa xotin shunchaki ko'plar. Buni hammasining sababi bitta narsada. Ayolni ichki holati, jozibasi, joziba energiyasi, asl ayollik energiyalar, ya'ni seksualnosti, latofatliligi, nazokatliligi unutib qo'yganida. Faqat eriga o'zini ayoliman, xotiniman nazari bilan qarab qo'yganida. O'zidan, o'zini borligidan, o'zini mavjudligidan, asl ichki tabiatidan, ichki holatidan zavq olmayotganida. Chunki biz insonni sog'inmaymiz. Insonni oldidagi o'zimizni his qiladigan holatimizni sog'inamiz. Sizga baliq yoqmaydi, siz baliqni yaxshi ko'rmaysiz. Baliqni yeganingizda sizga beradigan ta'mni yaxshi ko'rasiz. His qilgan ощущение, his qilgan his tuyg'ungizni uni his qilishni qayta xohlaganingiz uchun, sog'inganingiz uchungina borib baliq yeysiz. Biz insonni o'zini emas, u inson yonimizdaligida bizga beradigan his tuyg'ularini, bizga beradigan emotsiyalarini sog'inamiz. Siz qanaqa emotsiya beryapsiz eringizga? Sizni oldingizda eringiz o'zini qanaqa va kim deb his qilyapti? Chunki ayol kishi yoki eriga ona bo'lib oladi, yoki bo'lmasa faqat xotin bo'lib oladi, yoki bo'lmasa yonida yana bitta o'rtoq bo'lib oladi. Ya'ni uni podдержка qiladigan, uni qo'llab-quvvatlaydigan bitta erkakdek, men erimni yonida turib berishim kerak degan. Sovg'alar oladigan, erini hamma puli uni puli bo'ladigan. Eri yana ham ko'proq pul ishlab topishga o'zida kuch topa oladigan, motivatsiya ola oladigan. Hamma pulini jonim, xohlagan narsangni ayt, men senga xohlagan narsangni muhayyo qilaman. So'ra, men prosta senga yaratib beraman deydigan ayolda 4 ta xarakteristika. Birinchisi qizaloqlik. U qizaloqdek o'zini tuta oladi. Ya'ni kichkina. Kerak joyda himoyani qabul qila oladi. Kerak joyda o'zini yo'q joyini tirab turmaydi. Erkak pozitsiyasiga o'tib oladi. Keyingisi ona. Ona безусловный, shartsiz qanaqa sevsa, yonidagi qarshisidagi erkakka shartsiz sevgi bera oladi, lekin ona pozitsiyasiga o'tib kontrol qilishni boshlamaydi. Siz ichida keldingiz, buni qildingiz, bunaqa o'tirdingiz, mana bunaqa qiling, do'st bo'la oladi. Ya'ni podдержка qila oladigan. Men sizni yoningizdaman, sizni qo'llab-quvvatlayman. Men siz qila olishingizga ishonaman. Shartsizlik asosida energiyani qo'llab-quvvatlayotganini bera oladi. Kerak bo'lsa, qancha vaqt ajratish kerak bo'lsa, uni eshitish kerak bo'lganda eshita oladi. Keyingisi как игривая тигрица. Bilganingizdek jinsiy aloqa. Ya'ni jinsiy aloqada rohatlanadi. O'zi rohatlanganini u erkak bilan bo'lisha oladi. Shunchaki eri bilan birga bo'lish kerakligi, eri boshqaga ketib qolmasligi uchun, eri ikkinchi xotin olmasligi uchun emas, o'zi rohatlanganidan o'sha rohatni bera oladi. U ayol qanaqa ayol? U ayol tanasini har bir nuqtasini, ichki his tuyg'ularini, o'zi nima xohlayotganini bila oladigan, sevgini, baxtni, energiyani o'ziga bera oladigan ayol, bera olgan ayol. Hozirgi kunda o'zbek ayollarini va yosh qizlarning munosabatdagi muammolar hayotida borligini asosiy sababi karmik munosabatlarda yashashi, uni sevmaydigan insonga sevib oshiq bo'lib qolishi, toksik отношенияdan, sizni barbod qiladigan отношенияdan chiqa olmasligi, erkaklarning pul topmasligini, O'zbekistondagi ayollarning ko'pchiligini lesbiyanka bo'lib ketayotganini sababi. Yosh qizlarimizni ko'pchiligini ko'rsa, erkak sifat kiyinishni xohlash, qo'pollashib ketdi. Yosh erga tegib, er nimaligi, oila munosabati nimaligi, ayol qanaqa bo'lishi kerakligi, asl baxtli ayol qanaqa bo'ladi? Uni bilmaganida, hammasini sabab uni bilmaganida. Qizlar 16 yoshda nima deb o'ylaydi? Hozir men mana erga tegaman, meni hayotimning shahzodasi shu va bo'ldi. Men butun umr baxtli yashayman. Lekin bu juda katta sarob. Uje 6 oy konfetniy, buketniy va
period o'tib bo'lgandan keyin уже boshlanadi. U yoq unaqa ko'rinishi boshlaydi, bu yoq bunaqa ko'rinish, kam pul topishi boshlaydi, uyda to'ydan oldin bunaqa, butun umr baxtli bo'lishni kutdi. Kim? U erkak uni baxtli qilishini kutdi. Ya'ni hamma sevgini, ichki holatini aynan faqatgina o'sha eridan olishni xohladi. Endi erga deydi, qarasa boshqacha. Nega? Chunki u o'smayapti. Yoshligidan qizchalarga qarasangiz, sochlarini chiroyli qilishni biz xohlaymiz. Kichkina qizligimizda ham уже ko'ylaklarimizni o'zimiz podbiraj qilamiz, sochlarimizni chiroyli qilishga harakat qilamiz. Qarama-qarshi jinsdan olishni xohlagan energiyamiz, vnimaniyamiz, e'tiborimiz uchun xolos. Bizani bu tabiatimiz, asl tabiatimiz, bizani qonimizga berilgan tabiat. Lekin biz uni doimiy bosib yopishga harakat qilamiz. Agar kimdir aytsa, men ko'chaga chiroyli bo'lib chiqayotganimni, sochlarimni ukladka qilayotganimni sababi faqat o'zimga chiroyli ko'rinish uchun deyotgan bo'lsa, u qirt yolg'on. Chunki ayol kishi erkak kishini vnimaniyasi, nazari uchun harakat qiladi. Erkak kishi esa ayol kishini priznaniyasi, u uni tan olishi, qabul qilishi uchungina pul topadi, rivojlanadi, o'zini ko'rsatadi hayotda. Bu fakt. Menga ham xiyonat qilishgan. Meni ham tashlab ketishgan. Mani 4 yil munosabatim karmik va toksik munosabat. Mani barbod qilsa ham, men uni sevaman bu insonni. Bu insonsiz men hayotimni yasholmayman deb o'ylab 4 yil voz kecha olmaganman. Yo'llarni bosib o'tdim. Va hech qachon meni baxtli qilmaydigan munosabatda qolmasligim kerakligini, eng asosiy asl sevgi men o'zimni ichimdan boshlanishini. Meni sevgimni agar men erkakdan kutsam, u menga sevgim yo'qligini faqatgina ko'rsatishini, meni qadrlamasligini, yo'g'osti qilishini, sovg'alar bermasligini angladim va butunlay hayotimni o'zgartirdim. Hatto tanimaydigan insonlarimdan ham juda katta ko'plab sovg'alar keldi. Pastda yana komplimentlar, doimiy maqtovlar. Bu chiroyli deb o'zingizga solishtirish paydo bo'lmasin, что bundan 2 yil oldin bu yo'q edi. Bundan 1 yil oldin hattoki bu darajada yo'q edi. Mana shu narsalar bilan siz bilan bo'lishaman. Qanaqa qilib shu holatga kelish mumkinligini ortidan qaytaring. Men yetarlicha go'zalman. Men yetarlicha aqlliman. Men yetarlicha sog'lomman. Men yetarlicha jozibadorman. Men yetarlicha latofatliman. Men yetarlicha chiroyli qomatga egaman. Men butunlay yetarliman. Men mukammalman. Asl ayol sifatida, asl ma'buda sifatida, men asl ma'budaman. Men asl ma'budaligimni tan olganman. Men barcha ayollik energiyalarimni, genlarimni tan olaman. Men asl ayol ma'budaman. Butun dunyo erkaklariga ta'zim qilaman. Har kuni telefoningizga budilnik qo'ygan holatda bir kunda 3 marta mana shularni qaytarishni boshlang. Qancha xohlasangiz qaytarishingiz mumkin, lekin o'sha 3 kunning ichida siz natija ko'rishni boshlaysiz. Qo'llaringizni bir-biriga ishqalab, matkani ustiga birinchi chakra, birinchi va ikkinchi chakra matkani ustiga qo'yib, chuqur nafas to'ldirib, tasavvur qiling, xuddi sizning matkangiz nafas olayotganini. Matka orqali nafas olamiz. Matka orqali nafas chiqaramiz. Va butun qo'lingiz orqali kirayotgan nurni, qo'lingiz orqali kirayotgan issiqlikni his qilamiz. Shuni 3 kun davomida qilishni boshlaganingizdan keyin hayotingizdagi o'zgarishlarni, erkaklarning bo'lgan munosabatni sizga o'zgarganini, eringiz sizni yonida o'zini boshqacha his qilishni boshlaganini ko'rishni boshlaysiz. Agar yana ham chuqurroq asl ilohiy ma'buda qanaqa bo'ladi? O'z hayotini, o'zini qirolichaligini, o'zini asl ilohiy ayolligini eslay olgan, uni yarata olgan, yuzaga chiqara olgan, eri bilan munosabatda, sevgilisi bilan munosabatda, hatto oddiy SMS yozayotganda, telefonda gaplashayotganda, uy ishlarida, hattoki qanaqa kiyinadi, kiyimlari qanaqa bo'ladi, soch turmagi qanaqa bo'ladi, qanaqa duhi ishlatadi, o'zini qanaqa gapirish, qanaqa tuta oladi, qanaqa tutganida eri uni yonida yanayam uni qattiq sevishni boshlaydi. Agar bu haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, men sizni yakshanba kun bo'ladigan efirimga taklif qilaman. Efir bepul.
eringiz bilan munosabatingizni, sevgilingiz bilan munosabatingizni, o'z ichki ayolligingiz bilan munosabatingizni chuqurlashtirib beradigan, sevgiga olib kelib beradigan, ichingizdagi bor ayollik potensialini yuzaga chiqarib, sizdagi igривая tigritsani chiqarib beradigan efir bo'ladi. Hammanglarni efirda kutaman.